Assalomu alaykum hurmatli O'zbek Media obunachilari. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Sizlar O'zbek Media kanalidasizlar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin videoni tagiga like tugmachasini bosib qo'yinglar. Anchadan beri videolarda chiqqanim yo'q, ayrim sabablarga ko'ra. Lekin biza ko'rdinglar 30 mingta ham bo'ldik va 40 mingta ham bo'ldik. Uje 40 mingtadan o'tdi. Может, dekabrning oxirigacha 45 mingtaga yaqinlashib qolar, xudo xohlasa. Videolar kamayib qolganiga sabab meni vaqtim bo'lmayapti. Aynan short videolar qo'yilyapti. Nimaga? Chunki short videolar ko'proq obunachi olib keladi. Aynan shu uchun men ko'proq short videolar qo'yganman. Hozirda keyin fokus boshqa kanallarga qaratilgan. 8-dekabr kuni, ya'ni ertaga katta kanalni monetizatsiyasiga zaявka ochilishi kerak. Pulga, ya'ni puli yonsa, men yana bu haqida video qilaman. Keyin yangi yilda yana 15 kunmi, 18 kunmi qoldi. Yangi yilda sizlar uchun обязательно qiziqarliroq video qilishga harakat qilaman. Foydali bo'ladi degan umiddaman. Darsliklar bo'ladigan bo'lsa, qo'ldan kelgancha chiqaraman, lekin bitta narsani tan olib qo'yish kerak. Meni chiqarayotgan darsligimdan ko'ra men bu narsani tan olaman. Sifatliroq va tushunarliroq darsliklar allaqachon boshqa YouTube kanallarda chiqarib bo'lonyapti. Bu kanal bo'lsa, o'zingizlar oldin ham ko'rgansizlar. Birinchidan meni o'zim uchun esdalik va ikkinchidan bu bu kimga qiziq bo'lsa, o'zi ko'rish uchun oddiy vlog sifatida video olinadi bu kanalda. Hozircha shunaqa gaplar aytmoqchi bo'lganlarim shu. Hammasi bir tekisda ketyapti. Kuzatishda davom etinglar. Fikringlarni yoki bir qanaqadir gapinglar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar, charchamanglar.